İkinci qism. Biz Navoiyning necha satdan sesiq gaplarini anglab o'shimni topgandan keyin menmo o'zimning xaltisiga tezak terib, xotinog'idek sarmoya yig'ishning ko'yiga tushgan edim. Burunqidek birasining ishini qilib bersam, birava qo'rsig'imni to'yg'izib qo'ysalar, to'paqdek yurib ishni qilaveradigan ishni qilmaydigan bo'ldim. Hech bo'lmasa, nechital tuxum, biratal kapta degandeklarni ish haqqimning o'rnida oladigan bo'ldim. Birasi mundaq ishim bor, qilish beramsan desa, qancha berasan deb so'raydiganmi bo'ldim. Pulni beraman desa, jiq baho talishib ketmay, ishini qilish beradigan bo'ldim. Ishqilib, mushundaq qilib, tama ko'l bo'la degandek, hamon bir kuni xotinog'idek iqtisod yig'ilishimga ishonatdim. Lekin xalqlar necha kun ish qisilib, bir necha ko'yli tutqizib qo'yg'ashqa, u pullarni kashlari mahalla do'qmishidagi Potam Langpongning qishidan bir necha taqsil Langpong yapli tugitib etdim. Shunda qilib, kunlarimni xotinog'idek sarmoyaga ishonmay, issiq jonni o'g'irga bermay o'tkazishga boshladim. Mana shundaq kunlarning birida mahallamdagi kigizchi Mastuq Chupur meni izlab keldi. Ya adash, qachongacha mushu yakboy sahapni kashdek bo'yda o'tayversiz deyman. Mahallimizda jonni yeb jangalda qo'ygan qiz-cho'kanlarning ko'pligida saltan o'tib ketavermay, xotindan birini ilib olsang, oltindek paqirab turgan tasqirlarga tukuribmi qala bo'g'itdi? Dedi Mastuq Chupur veliqlab kulgunicha. Vay chaqchiqini qo'ya adash. Tapqıным mau galdan aşmayıvasa aldığı berip közümni paqirtib turğanğı biraz qiz veremdi manga. Dalta, xotin elish qilag'a qara yanchiqda pul bo'lganqili hisob emas. Pam degan narsa ketadi, pam. Ha, demakchi bo'g'ning. Qara, o'sha qo'shni mahalda bir qiz bor degina. Ash qizni pam ishlatib bir indak keltirmamsa deyman. Sening hozir xotin elishingga putli kasham bo'layotgan bir narsa bor. O bo'lsa qara. Sening mushu tazbishing. Sen mushu tazbishingdan qutulsanglar, xotin elib saltang degan ataqdan qutulasan. Ne gapni qilmag'inay. Bu chachunmaydigan tazbishimni kesib tashlab etgan olmasa ya. Adash, men bu beshingni bir kesib tashlab et demadim. Baya aytgandek, ham ishlatsam unda pam. Nonni yeymiz qan bilan, ishni qilamiz pam bilan degan gapni anglamaganmi? Sen cho'qira. Mau tazbishingga yalg'on chash kiyib olsa, usti beshingni tuzashtirib, yalg'on chechangni kiyib, o qizning qishiga borsang va qo'qira. Ishingning putkini shu. To'ydan keyin u qiz sening bu toz ishkanligingni bilib qolsa-mi qara, allaqachon kechikkan bo'ladi. Qamlashmasmiki adash? Adash, qamlashmaydigan nemisi bor? Men boyadi va qo'qira. Hech nimadan g'am qilma. Men seni hozirla bozorga olib qara. Beshingga yalg'on chashdan birini kiygizib, o qiz bilan ko'rishtiray. Qanday? Mastuq Chupur deganidek meni bozorga olib, beshimga yalg'on chash kiygizib, usti beshimni bir-aqor tuzashtirib, men bilan qo'shni mahallaga qarab mangdi. Yalg'oncha sag'ashqimikin, men xeyli iskab kirib qoldi. Ikkimiz parang bilan biz bormoqchi bo'lgan qo'shni mahallaga yetib keldik. Mastuq Chupurning menga to'lishtirmoqchi bo'lgan qizining dadisi qassobchilik bilan shug'ullanadigan bo'lib, mahalla bo'yicha xeyli boy sanaladigan kishilardan ekan. Shu. Dedi Mastuq Chupur hayvatlik bir qo'sh qanotliq darvoza oldida to'xtab. Men sal ayminibroq Mastuqning kaynidan agishib darvozaning ichiga kirdim. Darvozadan kirib, hayrona has qoldim. Ozodi kelgan tal barangliq o'ylining ichida nait kat silingan peshayvonliq bir uy qad ko'tirib turadi. Bu uy xuddi burun o'tgan boy to'rlarning uydan qilishmaydi. Nima puxniyat bu Mastuq degan Chupur gadanning kaynidan agishib kelgandiman deb qoldim. Mushunda qoldar bir oila mendek pokuldab so'qib turgan yurgidan boshqa hech nimasi yo'q bir miyani kaksaltanga qiz beratdimi? Shularni o'ylab, kaynimga yenib ketay deb tursam, uy ichidan shapburut, semiz kelgan, yeniga yo'g'on, g'ilab pichig'i esib olgan bir odam chiqdi. O kishi yenimizga kelib, biz bilan qo'l elishib, ko'rishib, esallik so'rashgandan keyin kulimsirab turib dedi.
ishkallarni hech bir yerda ko'rganim esimda yo'q-ku. Ha, sizlar bizni tolamaylar aka. Ma bu ag'inamning qizlariga bek mayl tushib qopti-ki. Shunga yanlarga bunda bir endi Мәстіқ гепінің ақырны давамлаштырамай тұрып қалды. О кіші маңа баштын ақыр бір сәпселіп қарап өтті. Мен болсам, хижиллықтың бойылларымғыч қысырып кеттім. Uyga marhamat qilasizlar mehmonlar. Uyga kirib paranglaşayli. Dedi o kişi. O kişinin aldığımızda yol başlap mengişi bilen öyge kirdik. Öyning içimi şundaq esil. Üstü yağaş qurulmalık bulup oyulgan her xil rangdaki gül naqışları көзні қамаштырып тұратты. Төт теміғілі әмәс, өйнің тегігімі келемселінған еді. Біз өйнің төрдікі тауар көрпінің үстіден орын алдық. Алдымыздығы шера үстіде gülü qaqtın tatib alma nəş bütkicə hər xil öl quruq meyvələ tizilib ketibdi. Ay çehra qızım, qanasan? Chiqib mavi mehmonlarga çay qo'y. O kishi ishga qarab to'g'ilib o'tgandan keyin nazarini menga og'dirib, savol so'rashga boshladi. Xo'sh balam, o'zlari kimning bola vaqsi bo'ladi lekin? Men qizirib, tatirib turib, taslikda javob berdim. Ama mening ota-onam kichigimdala o'lib ketibdi ekan. Qari yetimman desalar. Ota-onalari hayot vaqtida nima kasb bilan shug'ullanadi? Men gap qilib bo'g'icha mastiq chupur eg'iz ochdi. Ha, buning dadisi Donay Eriq mahallasi bo'yicha nomi chiqqan dangdar qimavosdi. Keyin uning dadisi mastiq chupurning chavomni chitqi yevitishidan ansirab, uni qattiq birni jaynaklab qo'yishim bilan u darrov gapini to'xtatib oldi. Chupur gadan o'g'ri. Ey, meni sestib chavomni chitqi yaydigan odam, nimaga ep ketding deyman meni bu yerga? Tayini yo'q. O'lib qolgan dadamning qimavozligini tishlab tatib, nima qiladigandim-a? Chupur gadan. Nima yomonlikqa bo'g'itdim sen, ha? Nomusdan o'lgidek bo'lib, bo'yinlarimga qizirib ketdim. Balam, o'zlarining ismlari nima ekan? Vali. O'ng'aysizlanmasalar o'g'lim. Ota-onalarning durust yo'lda mangmasligi sizlarning xatoliqlari emas. Qandaq oilada tug'ilishni biz belgilamaymiz. Lekin qandaq odam bo'lish bizga bog'liq. O kishining gapini anglab, ko'nglim valladi yo'rib qoldi. Birozdan keyin ishga o'rilgan chochlari belida so'ylab turgan chiroyliqqina bir qiz chaynak ko'tarib kirdi. U legandagi piyolalarni choy qo'yatgandan keyin bizga choy tutdi. Kasobatning qizi odamning ko'zi tushkudek darajada nayt chiroyli edi. O leganda tanlagan piyolani qo'limga og'ash, uning chiroyig'ini sapsilib o'lgirdim. Yenimda o'ltirgan mastiqmo bu qiz bo'lamdikan degan nazarda menga qarab qo'ydi. Men uningga qarab beshimni lang'ishtib qo'ydim. O'zlari nima kasb bilan shug'ullandilar balam? Voy onamay, bu gapga nima dey amdi? Mening qiladigan muqim hunar kasbimmi yo'qdi. Faqat shu mahalladagilarning ish kuchlariga qarshi yordamlashib, jinimni jon etib ketayotgan. Undaqda necha moya va? Tanlig'imni ko'chalab turib javob berdim. Yer yo'qdi. O'ltirdigan o'ylari badu balam. Dedi o kishi ta'na orlash. Uyni amda salay degan shu. Yerni silincha, osmonni yepinch qilib, nada kech bo'lsa shu yerda yetib qopib yuribman desalar. Sizlar bu hollar bilan qizimga uylansizlar, qandoq beqishni o'ylayotlar balam. Pullari bo'lmasimi, mayli deb turayli. Sizlar yosh bo'lgandan ishlab topala. Ammo o'ltirg'idek to'g'i katikiga chog'liq to'rt atrofi yepilgan biror makonlari bo'lmasa, sizlarga qandoqmi qizimni berib, xotirjam bo'la olayman. Nima debmi kelgan bo'g'itdim bu yerga deyman. Nomusdan o'ladigan bo'ldim-ku endi. Shundaqdimi o kishiga dadillik bilan eg'iz ochdim. Voy, undaqmi deb ketmaslar aka? Kichigimdan boshlab yetimchilikda cho'ng bo'lib, qo'lim tuzuk bo'lmag'achqa ta hozirgacha uy makonsiz qolganim rost.
Lekin mana mushu ishchan bir jup qo'limli bo'ladi ekan. Yo'qni baqilib, qizlarni guldek beqib ketalayman men. Gepimni anlab, u kishining boya turilgan qapoqlari biroz echilgandek bo'ldi. Mavu gaplari xili joyida balam. Shundaqdimi to'y degan bir umr sodisi. Aldiraqsonlik bilan qaror chiqarsak, keyinchi o'rnini to'ldirib olg'isiz pushaymonga qilishimiz mumkin. Biz ishkinglarning ishiga qarshi emasmiz. Siz ot kasbingizga varislik qilib salmasingizlar, qolgan ishlarning qaroyiti chaqliq. U kishining bu gapini anlab, yuragim xeyli o'rniga tushib qoldi. Amdi aka, baya qizlarni ko'rdim. Amdan chiroyli qizgan, o'zi pokiza, muloyim. Amdi shu rizqimiz qetilib qolsa, uning ko'nglini chigadigan ishni qilmayman. Amdi shunga deb gapim tugamayla bu kishining qo'shimlari turilib, ko'zlari yo'g'on ichildi. Shap burutlari lekildab ketdi. Ey, xo'jamoy, kallang joyidimi sening? Baya choy quyg'ili kelgani mening cho'ng qizim. Sen kichigini so'rab kelsang, men cho'ngini qo'shib beramdim. Qancha bo'lsa-mu, men bir qizimni olaman deb kelgan odamga yana bir nima qo'shib berganim mukofotliq setish politi qilmadim. Cho'ng qizimning eri batusa, kichigi bilan qo'shib unimi olay deb atamsan? U kishining oldida yana bir qitim qizardim. Yo'q, undaqa emas aka. U shu men shu boy kirgan qizlarni eri yo'qmikin deb o'ylab. Ey! Baya qizimni ko'rganmi desam, ko'rgandaysan. Men shuningga qarab, cho'ng qizim bilan kichigini bir aqli olay deb kelgan o'xshaydi deb, shunga qayib qaptiman emasma. Qizimni ko'rib boqmay turib, yilitdan ko'rgan deb meni oldig'ili tursang, sendek bir aldamchiga men qizimni berib, xotirjam bo'la olmaymanmi? Xapimizlar aka, savallik bizdan o'tibdi. deb Mastixmo u kishidan kechirim so'radi. Men soyim qassob, umrimda yolg'onchiga bek o'ch. Sizlar menga yolg'on aytib, yaxshi qilmadinglar. Shaxsan men qizimni sizlarga berishdan yoltaydim. Men o'ng'aysizlanganimcha nima deyishni bilolmay yerga qarab o'ltirib ketdim. Beshimga yolg'onchashni silib, badam do'pini cho'kirib kiyib olg'ashqa, peshonamdan puqrab ter quyulayotdi. Yolg'onchash kiyib olganim esimga kelmay, beshimdagi badam do'pini elishim qila, yolg'on chechib pokkada yerga tushdi. Yolg'onchashni oldirab yerdan ilib, beshimga cho'kirib bo'g'icha, soyim qassob eg'iz ochdi. Ay! Bo'ldi avar bo'lmasin afka. Nesçögündek paqıraq başlarını yalğan çaçsıp yuşurup nemi kepti? Kızım sili bilen öy tutsa akşamları yandırdıganға çıraq mı ketmi güdek? Moşu altundek paqırap durgan başları bilen keçimi kündüzdek yorup ketgüdek mene. Tonumi əfsus. Kızım silidek altun baş uz yigitke zaya ketgüdek. Şunu sili bu öyge hata kep qaptıla. Selenang moşu lopa aynekdek qarapmı bir tal çaştap qilib bo'lmaydigan sidan başlarda çaç olmagandikin satraçqa birdigan pullarımı tejilib qolgudek. Tejilib qolgudek. Şoň sile qizimni olaman demay, Avat bazarning qaq o'tirisiga dastig'anning yo'g'inni silib, tilamchilik qildiganға birer tilamchining qizni asira, oltin uzukka yaqut ko'z qo'ygandek to'limi maskagudek. Endi sile qizimni tama qilmay, nereden kelgan bo'lsira, shu yerga yo'llardan ezib qolmay ketib asira. Qopsira deyman. Qopsira!